Dollarning rasmiy kursi yangilandi. Respublika Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 8-yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgilagan. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 64,69 so'mga oshdi va 12.033 so'm 28 tiyinni tashkil qildi. Yevro kursi ham 40,88 so'mga balandladi va 14.060 so'm 89 tiyin etib belgilandi. Rossiya rubli ham 1,56 so'mga oshdi va 149 so'm 30 tiyinni tashkil etdi. Xitoy yuani ham 6,97 so'mga ko'tarildi va 1720 so'm 64 tiyin etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narxi esa 5800 so'mga oshdi va 1,777,300 so'mni tashkil qildi. Xabarga ko'ra, bugun 7-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 16:00 holatiga Bitcoin kursi ham 14,62,817 so'mga tushgan va 1,105,483,743 so'm etib belgilangan. Qadrli muxlis, ushbu kanalda siz jahon va yurtimizga oid eng tezkor xabar va yangiliklardan, shuningdek valyutalar kursi haqidagi ma'lumotlarni ham bilib borasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, ushbu video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishga erinmang. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.